Yuqorida aytganimdek, men sizlarga 20 minutda koreys tili alifbosini barchasini o'rgatib beraman. Qani, ketdik bo'lmasam. Koreys tili alifbosi umumiy 40 ta harfdan iborat. Ular undosh, unli va diftonlardan iborat. Undoshlar o'pkadan chiqayotgan havo oqimi ma'lum bir to'siqqa uchrab hosil bo'ladi. B, P misol. Va davom etamiz. Koreys tili undoshlari. Birinchisi, ya'ni K, G. Keyingisi N tovushi. N. Keyingisi esa T hamda D tovushi. Keyingisi R, L. Keyin M tovushi va keyingisi P hamda B tovushi. Keyingisi esa S hamda Sh. Keyingisi N tovushi. Undan keyingisi Ch tovushi hamda J tovushi. Undan keyin Ch hamda keyingisi, ya'ni K ozroq xillashgan, T ozroq xillashgan, P xillashgan va H tovushi. H tovushi H emas, ya'ni H. Keyin qo'shimdoshlar esa 5 ta, ya'ni K, T, ya'ni P, K, T, P hamda S tovushi bo'ladi. Bular ikkita undoshlar bo'lgani uchun qo'shimdosh deyiladi hamda Ch tovushi. Ch tovushi mana umumiy koreys tilida undoshlarning miqdori 19 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9 ta, 5 ta, 5 ta, 10 ta. Jami 19 ta. Kelinglar endi buni umumiy o'qilishini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, orfi epik jihatdan o'qilishi. K, G, N, T, D, R, L, M, P, B, S, Sh, N, Ch, J. K, ya'ni Ch, K, C, P, H. K, T, P, S, Ch. Shunday o'qiladi. Savol tug'ilishi mumkin, nima uchun ikkitalik harflar bor deb. Bular undoshlarning, jarangsiz juftligi hisoblanadi. Misol K ga misol keltiradigan bo'lsak, bu ham K, ham G bo'ladi. Nima uchun? O'zbek tilida terak degani bor hamda bu terak deb ham talaffuz qilinadi. Keyingisi, misol uchun TD. Tasavvur qiling, TD. Ya'ni do'st hamda do'stam deb og'izda aytilishi mumkin. RL hosil bo'lish o'rniga ko'ra bir xil. L, R. Keyingisi PB, maktab oxiridagi P bilan B doimo almashib ishlatiladi. Ya'ni yozilishda B yoziladi, o'qilishda ba'zida P deb aytiladi. SH hosil bo'lish o'rniga ko'ra SH bo'ladi. N tovushi CJ qorshiq portlovchilar bir xil o'rinda hosil bo'ladi. Ch, K, C bu harflar o'zbek tilida yo'q harflar bo'lib, shuning uchun K, C, P larda H ni qo'shib ishlatamiz. Undan keyin K, T, P, S, Ch bular ham o'zbek tilida yo'q harflar bo'lib, ya'ni umumiy qo'shimdoshlar hisoblanadi. Bizda bir so'zning ichida ikkita undosh birga kelganda ishlatiladi. Keyingisi endi yozilish uslublarini ko'rib chiqamiz. Qanday biz yozsak, bularni oson esda qoldirishimiz mumkin. Keling ko'rib chiqamiz. Ya'ni yozilish usuli. Tasavvur qiling, bir to'rtburchakni olamiz. To'rtburchakni ikkiga bo'lsak, tepasi K bo'ladi, pasti esa N bo'ladi. O'sha to'rtburchakni bir tomonga olsak, bunda T tovushimiz bo'ladi. Keyingisi, ya'ni xuddi o'sha to'rtburchakni ikkiga bo'lib olsak, shunda ya'ni RL bo'ladi.
Keyingisi m. M tovushi bu to'rtburchakning o'zi hisoblanadi. Ya'ni bu kerak bo'ladi. Keyingisi aytib. Vaqt ketyapti. Vaqt qiling menga. Oson usul endi bu. Sekund ketib qoldi endi. Sulaymon chaqir. Yana boshdan boshlayman. Sekund qo'yib berdim-ku men. O'zlari qo'yadi. Bo'ldi, shu joydan davom etkazamiz. Endi o'qish usulini ko'rib chiqdik va yozilish usuli. Bular tasavvur qiling, bitta to'rtburchakdan hosil bo'ladi. Tepa qismini olsak k, past qismini olsak n, bir tomonni olsak unda t tovushi bo'ladi va o'rtasiga chiziq tortib ikkita tomonni o'chirilsa unda mana bunaqa rl bo'ladi. To'rtburchakning o'zi esa m tovushi bo'ladi. M tovushi. Mana p tovushi esa o'sha to'rtburchakni pastiga chizib tepasini o'chirganda p tovushi hosil bo'ladi. Mana juda ham oson yozilishi, buni oddiygina usul hisoblanadi. Endi keling, qolganlarni ko'rib chiqamiz. Qolganlar, misol s, shlar qanaqa yoziladi? Misol uchun s, mana bu s hamda sh tovushi. Tepasiga tortsak, unda ch tovushi bo'ladi. Agar shapchika qo'ysak, bunda ya'ni ch tovushi bo'ladi. Ya'ni bular ikkilashishi, ya'ni ikkita ch hamda ikkita s bo'lishi mumkin. Mana shunday hosil bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi dumaloq. Ya'ni dumaloq bu ng tovushi. Ustiga agar shapchika qo'ysak mana bunda mana bu x tovushini beradi. Ya'ni umumiy yozilish oson va sodda usuli mana shunaqa bo'ladi. Keling endi unlilar ko'rib chiqamiz. Unlilar. Koreys tilida unlilar. Juda ham oson unlilar. Ya'ni a, ya, o, ikkita bo'ladi bu. Yo va i bo'ladi. Keyingisi mana o, yo, u, yu va u tovushi bo'ladi. Jami 5 ta 10 ta. Unlilar jami 10 ta bo'ladi. Va bu 10 ta unlilarning o'qilish qoidasi. A, ya, o, yo. I va o, yo, u, yu, p. Shu yerda savol tug'iladi. Mana bu o, yo bilan bu o, yoning farqi nimada? Bular qisqa aytiladi. O, yo. Bular esa cho'ziq aytiladi. O, yo. Farq shunda. Va mana bu harf bizda tovushi bor, lekin harfi yo'q. O'shaning uchun rus tilida u tovushini olganmiz. Ya'ni jami 10 ta unlilar. Endi yozilish qanaqa bo'ladi? Oson yozib yodlash usuli. Tasavvur qiling, bitta chiziq olamiz. Bu i tovushi. Agar bu tomonga bir tortsak,
demak A bo'ladi. Ikkita bo'lsa Y bo'ladi. Bu tomon tortilsa O, ikkita tortilsa Yo bo'ladi. Ya'ni 5 ta harf paydo bo'ladi. Keyingisi mana bu I tovushi. I tovushi. Va tepaga bitta chiziq tortsak O, ikkita chiziq tortsak Yo, pastga chiziq tortsak U, pastga tushsa ikkita bo'lsa U bo'ladi. Ya'ni umumiy mana shunday 10 ta unli bo'ladi. Keling endi diftonglarni ko'rib chiqamiz. Diftonglar odatda qiyin deyshadi. Aslida qiyin emas. Koreys tilida diftonglar. Diftonglar bu ikki va undan ortiq tovushlar yig'indisi diftong deyiladi. Ya'ni ko'rib chiqamiz. Diftonglar jami 10 bitta. Y, hamda Y, va V diftongi. Bu ham V diftongi va bunisi vo diftongi. Ya'ni bunisi V diftongi, V. Imkon qadar W bilan yozgan ma'qul. Nima uchun deganda W yumshoq V ni beradi. Keling, boshqacha yozib beraman shu joyni. Ya'ni unlidagi U va birinchi yozgan tovushimiz. Klasi birikishyapti. V bo'ladi. Keyingisi V va oxirgi 11-si U tovushi bo'ladi. Mana 4 ta, 3 ta, 3 ta, 6 ta, 10 ta va 11 ta. Mana bu umumiy diftonglarning ko'rinishi. Endi Y bo'ladi. O'qilishi Y. Farqi nimada deganda, tovushda deyarlicha ajratib bo'lmaydi. O'shaning uchun ko'pincha yodlaganda ochiq ochiq Y, yopiq va yopiq Y deb yodlashadi. Keyingisi va tovushi. Va, ya'ni O bilan A ni bir kishidan. Va, keyingisi V. Mana shu 3 ta V harflari V deb o'qiladi. Ya'ni qanaqa? Koreyslarda o'zi ham farqlashda sal qiynaladigan harflar bular Y va V. Va davom etamiz. Va vo tovushi, V tovushi, I tovushi. Ya'ni U bilan O, U bilan I tovushlar V bo'ladi. U bilan I ni birikishdan I tovushi bo'ladi. Mana shu umumiy koreys tilidagi diftonglar, diftong harflari hisoblanadi. Endi bularni yozilish, oson yozilish qoidasini tushuntirib beraman. Keling, boshidan ko'ramiz. Ya'ni diftonglarni oson yozilish. Mana 4 ta harf, tasavvur qiling, bitta chiziq. Yonidan keyingi chiziq sal uzunroq bo'ladi. Oldiga bitta tortsak ikkita tortsak Y bo'ladi. Agar ichiga tortsak yana bitta tortsak Y bo'ladi. Mana bu 4 ta diftongning yasalishi. Endi bu tomonda ko'ramiz. Mana 3 ta O. Yoni o'zgaradi faqat. Mana qilsak V, bu tomonga tortsak va yana bitta tushirsak V bo'ladi. Keyingisi esa U tovushi. Mana 3 ta U, yoniga tortsak unda V bo'ladi. Qorniga tushirsak vo, yana bitta tortsak V bo'ladi. Bunisi esa U va I dan hosil bo'ladi. Mana bu yozilish usuli. Endi ko'rib o'tamiz. Qara necha minutda yozib bo'ldik. Jami 14 minutda. Darcha 20 minutga ham bormabdi. Endi bu harflarni qanday yodlash mumkin? Yodlash uchun yuqorida aytib o'tganimdek 12 varaqli daftar olasiz va bu daftarlarni olib, keling, oson tushuntirib beraman. 12 varaqli daftar va daftarda umumiy 24 ta bet bo'ladi. 24 ta betni teng 2 ga bo'lsak, unda 48 betga aylanadi. Va 48 betni ichiga 40 ta harfni joylashtirish kerak bo'ladi. Bu darsda o'rganib bo'lgandan so'ng ko'rib chiqib, 40 ta harfni 12 varaqli daftarni 40 ta betga mana shunday KG deb og'iz chiqarib, aytib yozib chiqasiz.
TD, RL, RL deb. Va 40 ta harf to'lgandan keyin oq list olasiz. Oq listga ketma-ketlik bo'yicha yozib chiqasiz. Agar 40 ta harfdan 35 tasini yoza olsangiz va 5 tasi qolib ketsa, demak 48 betning 8 betiga o'sha 5 ta harfni qaytadan yozib chiqasiz. Va bu to'liq yozib bo'lgandan keyin yana oq list olinadi va ketma-ketlik bo'yicha yozib chiqiladi. O'shanda 100% yodlash imkoniyati bo'ladi. 12 varaqli olishning sababi bunda daftar tugallanuvchi bo'ladi va ong ostida daftar tugashi bilan bilimni o'zlashtirib bo'laman degan tushuncha hosil bo'ladi. O'shaning uchun 12 varaqli daftarni olib, to'liq yozib chiqish kerak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar video yoqimli bo'lsa, like bosing.